Bugun sizlar bilan muloqot madaniyati va nutq psixologiyasi haqida gaplashamiz. Muloqot madaniyati insonlarning bir-biri bilan hurmat, odob va samimiylik asosida fikr almashish qobiliyatidir. Inson hayotining deyarli barcha sohalarida muvaffaqiyatli bo'lishi uning muloqot madaniyatiga bog'liq. Chunki to'g'ri muloqot odamlar o'rtasida ishonchni mustahkamlaydi, tushunmovchiliklarni oldini oladi va sog'lom munosabatlarni shakllantiradi. Nutq psixologiyasi esa insonlarni gapirish, tinglash va fikrlarni qabul qilish jarayonlarini o'rganadi. Psixologlarning ta'kidlashicha, muloqotda nafaqat so'zlar, balki ovoz ohangi, yuz ifodasi va tana harakatlari ham katta ahamiyatga ega. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, insonlar suhbat davomida ma'lumotning katta qismini nonverbal vositalar orqali qabul qiladilar. Yaxshi nutqning asosiy xususiyatlari aniqlik, ravonlik, mantiqiylik va ta'sirchanlikdir. Muloqot jarayonida suhbatdoshni diqqat bilan tinglash, uning fikriga hurmat bilan munosabatda bo'lish va o'z fikrini muloyim tarzda ifodalash muhim hisoblanadi. Bugungi raqamli davrda muloqot madaniyatining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va internet orqali muloqot qilayotganda ham odob axloq qoidalariga rioya qilish, hurmat va mas'uliyatni unutmaslik zarur. Xulosa qilib aytganda, muloqot madaniyati va nutq psixologiyasi insonning shaxsiy rivojlanishi, jamiyatdagi o'rni va muvaffaqiyatida muhim rol o'ynaydi. Nutqimiz qanchalik madaniyatli va ta'sirli bo'lsa, atrofimizdagi insonlar bilan munosabatlarimiz shunchalik samarali bo'ladi.